Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa yana bir ishimizni Namanganda yomg'irli ob-havo bo'lishiga qaramasdan nihoyasiga yetkazib berdik. Ishimiz sifatiga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Biz esa sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni video davomida aytib o'tishga harakat qilamiz. Ushbu xonadonga oq va mokri ranglardan foydalangan holatda 04 razmerli qalinlikdagi tunikadan foydalanib ishimiz nihoyasiga yetkazib berdik. Jami 186 kvadrat tunika rasxod qilindi. Tarnovlarini tomingda yopgan ustalar o'rnatib ketgan ekan. Faqat tunika fonlarini qilib berdik. Xo'p, ko'cha shapkamiz 17,5 metrga 80 sm kobra fasonda bo'ldi. Karnizlari navo holatda. Bundan tashqari darvozaxonamiz 360 ga 15 metr shunaqangi holatda, chekalarni piayna qilib, bitta dona hovuz, pastdagi karnizlarni shestgranli karniz. Har bitta kamar ro'parasiga bir donadan tilla qo'yib berganmiz karnizga. O'rtadagi hovuzni esa 3 ga bo'lib 3 ta joyidan svet tushirib, svetning atrofini chiroyli holatda piayna bilan o'rab berdik. Bizni chetdan kuzatib turgan akalarimiz ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Agar sizlarda telefon qilish imkoniyati bo'lmasa, WhatsApplar ham ishlab turibdi bu nomerda. Bizni O'zbekistondan kuzatayotgan, vodiydan kuzatayotgan obunachilarimiz hoziroq ekrandagi nomerlarga agarda sizning xonadoningizda shunaqangi tunika ishlari bo'ladigan bo'lsa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz borib o'lchab qancha kvadrat tunika rasxod qilishini hamda qanaqa fasonda bo'ladigan bo'lsa chiroyli holatda bo'lishini tavsiya berib, xudo xohlasa kelishib qoladigan bo'lsak shunaqangi sifatli holatda ishimizni nihoyasiga yetkazib beramiz. Ichkari shapkasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu xonadonda 9,5 metrga 8 metr, eni 120 chiqqanligi uchun shunaqangi 2 etajli fasonda qilib berdik. Ushbu fason rasxodi to'g'ri ozgina ko'proq bo'ladi, demoqchiman, joyni kvadratiga nisbatan 2 baravardan ko'proq tunika rasxod qilinadi, lekin shunaqangi chiroyli bo'lib bitadi. Bizni kuzatishda davom eting. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa sizlarga foydali videolarni tez-tez qo'yib boramiz, xudo xohlasa.